أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من الراشدين. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Teala Sure Bakara'nın 113. ayeti deydi. Estaizu billah. Ve kâletil yehudu ve leysetin nasara ala şey'in ve kâletin nasara leysetil yehudu ala şey'in ve hum yetlûnen kitab. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Yani Yahudiler, Nasaralarının hiç kanlık asası yok. Yani ular doğru dinde emas dedi. Nasaralar mı Yahudilerin hiç kanlık asası yok. Yani ular doğru dinde emas dedi. Halbuki ular kitabını yani Yahudiler Tevrat'ını, Nasaralar İncil'ini okuydu. Bilimsiz adamlar yani Arap müşrikleri mi ular degendek dedi. Allah kıyamet günü ularning o'zaro ixtilof qilishgan narsalari ustida hukm chiqaradi. Yani ve kâletil yehudu leysetin nasara ala şeyin. Yani Yahudiler, Nasaralar hech qanday narsaning ustida emas dedi. Şeyin degan mu'taddin bihi deydi. Yani e'tiborga ilinadigan, bunda sanıgılı bo'ladigan asosi bor bir narsaning ustida emas dedi. Chunki ular İsa alayhissalom kufrlik qildi emasmi debdi. Ve kâletin nasara leysetil yehudu ala şeyin. Hem Nasaralar mı Yahudiler e'tiborga ilinadigan bir narsaning ustida emas. Çünkü ular Musa Aleyhisselam'ı küfürlük kıldı. Mındaq dedi deydi. Ve ular yeni şu iki firqa Yahudiler ve Nasaralardan ibaret şu iki firqa ular bo'lsa kitapni tilovat qilib turdi. Ular mishna bir-birisini mishna degan bilan holbuki ular kitapni ularga nozil qilingan kitapni tilovat qilib turdi deydi. Yahudilarning kitobida bo'lsa Tevratda İsa Aleyhisselamni tasdiq qilish to'g'risidagi xabarlar bor. Nasaralarning kitobida, ya'ni Injilda Musa alayhissalomni tasdiq qilish haqidagi mazmunlar, xabarlar bor. Mushtaq edi demoqchi. Mushtaq turuqliq ular bir-birini mushtaq yolg'on chiqaryapti. Vel cümletu halun. Bu cümle olsa haldır deydi. Kezalike aşının okşaş. Yani aşılar degenge okşaş. Etti bir narsa bilmeydiganlar. Hem Arap müşriklerden bo'lgan ve ularning boshqalar. Muşuna bir narsa bilmeydigan insonlarmi? Ama ma ayet qilganda Yahudi Nasaralar ularning qo'lida Alloh nozil qilgan kitob bo'lgan ekan, ularni ozroq bir narsa bildigan kishilar qatorida sanab turib, endi Arab mushriklarni bir narsa bilmaydigan mushtan insonlarmi va ulardan boshqa bir narsa bilmaydigan hamma insonlar kim bo'lsin, shu Yahudi Nasaralarning so'ziga o'xshash gapni qildi deydi. Yani bu bayanun lima'na zalike. Kezalikedeki zalikenin ma'nosini bayon qilish deydi. Ya'ni etti ular har bir dinning egasi uchun, yana shu bir narsa bilmaydiganlar har qanday bir dinning egasi uchun ular bir narsa, bir asosi va bir narsa ustida emas deb boshqa gapni qildi deydi. Allohu yahkumu baynahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yaxtalifun. Alloh taolo ular bir-birisi boshqa gapni qilishgan bo'ldi. Endi bularning orasida Alloh taolo qiyomat kuni ular ixtilof qilishgan narsa haqida hukm chiqaradi deydi. Narsalar ustida. Ya'ni dinning ish haqida ixtilof qilishgan narsadan demoqchi. Alloh taolo shu hukm chiqarib, haq ish qiluvchini jannatga kirgizadi, botil ish qiluvchini do'zaxga kirgizadi deydi. Xo'sh. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Allah'ın mescitlerinde Allah'ın namının yad kılışını toskan ve onlarını veyran kılışkan urunganlardan mı zalim kişi var mı?
Masjidlarga ularning faqat qo'rqqan holdagina kirishi loyiq edi. Ular dunyoda rasvo bo'ladi, oxiratda cho'ng azobga, ya'ni do'zax azobiga duchor bo'ladi. Va men azlamu degan la ahada azlamu degan bo'l ekan. Ya'ni zolimroq bir kishi yo'q. Kimdan mo desa, shundan bir kishidanki to'sdi Allohning masjidlarini, shu masjidlarda Allohning ismi zikr qilindi. Allohning ismi zikr qilinishidan to'sqan. Va sa'a fi xarabiha va masjidlarni xarob qilish uchun e, yurish qilgan, uringan demakchi. Allah məscidlərdə məsələn namoz o'qish, tasbih etish bilan Allohning ismini zikr qilinishini to'sqan va masjidlarni vayron qilib o'tish va buzib chiqish bilan chiqishga uringan mushta kishilardimi zolimroq odamlarmi deydi. Demak, masajidalloh deb masjidga Allohni izob qilmagandan keyin bu masjidlarni alohida bir tashrif qilish bu yerda. Allohning masjidlari deb olmagan ekan. Bu oyat nozil bo'ldi Rumluqlar haqida xabar bergan holatda deydi. U Rumluqlar Baytul Muqaddasni xarob qilishga uringan kishilar edi. Yoki mushriklar haqida nozil bo'lgan. Chunki mushriklar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni e, Hudaybiya to'xtami tuzilgan yilnisi Baytullohga kirishdan to'sqan edi. Mushchoqda nozil bo'lgan. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Bu emir ma'nosi kelgan xabar deydi. O'zi ma xabar shaklida bo'lsa-mu oyat hozir. Yine emir ma'nosida demoqchi. Yine ularni jihad qilish bilan qo'rqitinglar. Ularni hech bir kishi xotirjam holatda masjidga kirolmasin. Asli mana shu masjidlarga igdorchilik qilganlar yine mu'minlar, musulmonlar demoqchi bu yerda. Kofirlar faqat shunda masjidlarga qo'rqqan holatda bilan kirishi loyiq. Chunki bu Allohning masjidi bo'lgandan keyin bu yerga Alloh iymon etgan pok odamlar kirish kerak demoqchi bu yerda. Lahum fid dunya khizyun. Yani ular uchun dunyoda bir xorliq bor. Bu xorliq qanday desa, ularni o'ldirish bilan, asir elish bilan va ularga jizya bekitish bilan shunda xor bo'lish bordir. Ular uchun oxiratda alamli nihoyatda cho'ng azob bor. U cho'ng azob bo'lsa-mu, do'zax o'tidir deydi. Endi keyingi oyatga kelsak, Yahudiylar qiblaninki o'zgartiganligi haqida qalaymaqan gap qilgan chog'da deydi. Yine qiblani payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga hijrat qilib qolgan chog'da 16 oy yoki 17 oydek Baytul Muqaddas taraf qarab namoz o'qigan. Baytul Muqaddasni qibla qilib turib, shu Baytul Muqaddas taraf qarab namoz o'qigan ekan. Bunda namoz o'qigan chog'da Yahudiylar bo'lsa bu Muhammad alayhisalom biz bilan o'xshash degandek bir qalaymaqan gaplarni qilgan deydi. Keyin endi Muhammad alayhisalom qiblaninki Masjidul Haramga o'zgartirishni orzu qilganlikdan Alloh taolo shu payg'ambarimizning tilagini ijobat qilib qiblani Baytul Masjidul Haram tarafga o'zgartirib bergan. Payg'ambar alayhisalom shu qiblani Masjidul Haramga o'zgartirgandan keyin shu Masjidul Haram taraf qarab namoz o'qishni boshlagandan keyin Yahudiylar bundan qarta işte qalaymaqan gaplarni qilgan ekan. Yoki safar holatida deydi. Safar holatida uloqning ustida turib, uloq masalan qaysi taraf qarab turgan bo'lsa, shu taraf qarab nafl namoz o'qisa bo'ladi endi. Shariatning hukmini mustaqil. Mushundaq ahvolga, mushu shariatning hukmiga qarata qalaymaqan gap qilgan chog'da Alloh taolo bu oyatni nozil qilgan deydi. Valillahil mashriq val mag'rib. Sizlar unda qalaymaqan gapni qilgan bilan mashriq va mag'rib hamma taraf Allohga xosdir. Yani zaminning hammasi Allohga xosdir. Chunki mashriq bo'lsin, mag'rib bo'lsin, har ikki taraf Alloh zaminning taraflari. Fa aynama tuvallu. Sizlar yuzinglarni namozda Allohning buyrug'i bilan namozda yuzinglarni qaysi tarafga qaratsanlar, fa thamma shu yerda Allohninki qiblasi bordir. Yani Alloh rozi bo'lgan yani nafl namoz qarta deyotdi endi. Yoki yana bir tushunsakmi, masalan Alloh taolo qiblani Baytul Muqaddasdan Masjidil Haram tarafga o'zgartirdi.
Bu mu Allah Teala'nınki özü xalagan işini ziminde şu alemde özü xalagan işini kılganlıkınınki cümlesinden mi? Bu Allah Teala'nın özünün ihtiyarlıqidagi iş bolgan ekan. Qaysi tarafga qartib bersa, bu Alloh taoloning buyruq bilan bo'lyotidi. Zaminning qaysi tarafi, hamma tarafi Alloh taoloninki, Allohga xosdir. E, Shunga Alloh taolo sizlarni nimaga buyurgan bo'lsa, qaysi tarafga qarab namoz o'qishga buyurgan bo'lsa, shu tarafga qarab o'qinglar degan tariqada tushunsak bo'ldi endi. Innalloha vasi'un alim. Ya'ni Alloh taoloninki, Alloh taolo kengri, fazligisdir. Yani yesa'u fadluhu kulli şeyin. Allah'ın fazlı merhameti hemen nersini ölçüge alır. Alimun. Yine Allah Teala hemmeden bek bilgüçüdür. Mahlukatlarını orunlaştırış işlerini hemmeden bek bilgüçüdür. Ve kalu. Ve kalu da vav bilen mi okunudu? Ya ki kalu da vavsız mı okunudu deydi. Yani dedi ola. Yahudi ve Nasaralar şundakla perişler Allah'ın kızları edip etkin insanlar. Ne mi dedi dese? İttehadallahu veleden. Allah Teala balıkla val deyip şundak dedi. Allah Teala bunu kata deydi ki Subhanahu men lehu ma fis semavati vel ard. Kullun lehu qanitun. Ee, Ular Allah ularning gumon qilgan narsadan paktor. Undaq emas. Osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasi Allohningdir. Hammasi Allohga bo'ysunuvchidir. Yani Subhanahu degan Alloh taolo unda bal qilishdan Allohning bolasi bo'lishdan paktur. Balki yani undaq emas. Yani Allohning bolasi bo'lishi mumkin emas. Alloh taolo uchundir osmonlardagi va zamindagi hamma narsa. Yani o padişahlık cihette, yaratış cihette, e, abid, kulluk buluş cihette hemen neyse Allah Teala xosdur. Endi Allah Teala mutlaq padişah bo'lgan ekan, bu mulkiyet degan mutlaq padişahlık balılık buluşqa zid keladi deydi. Ve ubbira bima tagliban lima la yuqalu. Yine aql yo'q narsalarni tarjih qilish yusidan bu yerda ma bilan ifodalandi deydi. Yani ma fis samawati vel ard degan ekan osmon zamindagi jonsiz narsalar bilan Alloh xos kerak emas, balki jonsiz narsa bo'lsin, jonliq narsa bo'lsin, hamma narsa Alloh xos demoqchi. Endi ma deb ifodalash jonliq narsalarni mushun ichiga kirgizib o'tganligini bildirdi. Ya'ni jonsiz narsalarni, ya'ni aql yo'q narsalarni tarjih qilib turib, aql va aqlli narsalarni ma'noga kirgizib o'tganlik demoqchi. Tag'liban degan. Kullun lahu qanitun. Hamma narsa Alloh taologa bo'ysunuvchidir. Muti'una kullun bima yuradu minhu. Hamma narsa uningdan iroda qilingan, maqsad qilingan narsa bilan Alloh taologa itoat qiluvchidir. Va fihi taglibul aql. Am yada qanitun deb jami muzakkar salim holatda yine keltirdi. Jami muzakkar salim degan shu aql narsalarni aql narsa haqida jami muzakkar salim holatda ko'p qilindi. Bu yerda aqlsiz, aqli yo'q narsalarni aqli bor narsaga kirgizib o'tdi demoqchi. Ya'ni aqllarni tarjih qildi demoqchi bu yerda. Mayli jonliq narsa bo'lsin, jonsiz narsa bo'lsin, hamma narsa Alloh taolo bo'ysunuvchi demoqchi. Badi'us samawati vel ard. Alloh taolo osmon va zaminni paydo qiluvchidir. Badi' ya'ni badiiy shaklda paydo qiluvchi. Alloh taolo shu osmon zaminni o'rnaksiz holatda paydo qiluvchi. Ya'ni badi'u. Mesela Halikus semavati desem Allah Teala osmon zaminni yaratquchi degan bo'ladi masalan. Bu yerda badi'us semavat degan osmon zaminni hech qanday bir o'rnak yo'q. Ilgari bundaq bo'lib boqmagan holatda shuni o'rnaksiz yaratquchi demoqchi. La ala misalin sabaqa. Masalan bir kitob yozgan yoki bir kitob tarjima qilgan bo'lsa ilgari ashning o'xshash bir kitob yozilgan yoki tarjima qilgan bo'lsa, shu ilgariki yozilgan kitobdan foydalanib turib tarjima qiladi yoki yozadi masalan, yangidan ta'lif qiladi. Shuni o'rnak kelib turib. Agar uni yangidan ilgari u vaqtda hech qanday kitob yozilib boqmagan bo'lsa, yoki tarjima qilib boqmagan bo'lsa, bu odam yangi shaklda bir xil tarjima qilgan bo'ladi. Yangi bir foydalangan
manba yo'q holatda o'zi mustaqil bunda tarjima qildi yoki kitob tuzdi deymiz endi. Bu yerda Alloh taolo osmon zaminni yaratishdan ilgari bundoq yaratilish bo'lib boqmagan. Demak, Alloh taolo mushundoq o'rnaksiz holatda e, o'rnaksiz mushundoq holatda badiiy holatda osmon zaminni paydo qilgan demakchi. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Agar Alloh taolo bir ishni iroda qilib qolsa, bir ishni paydo qilishni iroda qilib qolsa, uningga bo'l deydi-da, u shu hamon bo'ladi. Fahuva yakun. Endi bir qiroatda nasb bilan o'qilgan deydi. Fayakuna deb. Nasb bilan o'qilsa o'sha yerda amrning javobi bo'lgan bo'ladi deydi. Kunninki javob bo'lgan bo'ladi demoqchi. Fayakuna. Kunning javobi bo'lgan bo'ladi. İkinci ayette Allah Teala diyor. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. Bilmeydiganlar yani Kureyş küffarları Allah nime için biz bilen sözleşmeydi o. Ya ki nime için bizge rast peygamberlikning delil sübtide birer möcize kelmeydi o deydi. Ulardan burun ötkenlerimi peygamberlerge şundak sözünü kılgan idi. Ularning dillari bir-biriga o'xshaydi. Oyatlarimizni jazman ishongan, ya'ni haqiqat izlaydigan qavm uchun haqiqatan bayon qildik deydi. Ya'ni allazina la ya'lamundan murad Makka kuffarlari edi. Ya'ni shu Makka kuffarlari payg'ambar alayhisalom shundoq degan. Lavla ya'ni halla yukallimunallohu. Ya'ni Alloh taolo sizinki payg'ambar ekanligi haqida nima bizga gap qilmaydi yoki bizga bir mo'jiza keltirmaydi. Yine biz senin peygamberliğinin rastlığı karta biz teklif kılgan, talep kılgan nersiga karta bir möcüze keltirmeydi dep şunak deyişti. Kedalike ağaçın okşaş. Yine ağaç insanlar deyin okşaş. Ee, ilgirki ularning ilgirki ümmetler şuna gapni qilgan edi. Yani ilgirki ümmetlerinin içindeki kafirlar peygamberlerge aşında qalaymiqan gapni qilgan edi. Misla qavlihim. Ularning hozirgi kafirlarning so'ziga o'xshash ishda gapni qilgan edi demoqchi ekan. U minat taannuti va talabil oyati. Bo'yin tovliq qilish va mo'jizalarni talab qilishdan iborat ashta gapni qilgan edi. Ularning qalblari bir-biriga ashta o'xshab ketgan edi. Kufrlikda va bo'yin tovliq qilishda. Mush oyatda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bir tasalli berish bor edi. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Biz ishonmagan qavm uchun oyatlarni bayon qildik. Yine senin peygamberliğine ular aslında yeni bir ayet keltirsin mi, möcize keltirip baksan mı deb işte gapni qilib o'tdi. Deb kelib Alloh taolo biz oyatlarni bayon qilib bo'lgan bo'lsak deb o'tdi yani. Ya'lamuna annaha ayatun fayu'minun. Yine shuningki mush Qur'onning oyatlarining oyat ekanligini, mushning bir oyat ekanligini biladigan, bilib ashun iymon etgan qavm uchun biz oyatlarni bayon qildik. Mush Qur'onning oyatlari bir boshqa uch mo'jiza, ro'shan oyatlar emasmi? Endi mushunda Qur'onning oyatlari mushtaq uch mo'jiza tursa, uni bilan qo'shib yeni bir oyatni talab qilish bu bir ta'annut emasmi deydi. Bo'yin tovliq emasmi? Inna arsalnaka bil haqqi bashiran va nadhira. Ey Muhammad alayhissalom, haqiqatan biz seni haq bilan bishorat berguchi va ogohlantiruvchi qilib avatdik. Yine sana cevap qayturganlarga cennet bilan xush bishorat berguchi, sana cevap qayturmagan, sana iman etmaganlarga qarata do'zax bilan ogohlantiruvchi qilib avatdik. Va la tusalu an ashabil jahim. Yine do'zax egilaridan sen so'ralmaysan. Yine kafirlar haqida sen so'ralmaysan. Nima uchun ular iman etmaydi? Ma lahum lam yu'minu. Nim bo'ldiki ular etmaydi. Sening vazifang yetkazish. Allohning oyatlarini bayon qilish, yetkazish demak. Ular iman etmasa, ular do'zax egilari
haqida sen so'roq qilinmaysan. Sen vazifangni ado qilgan bo'lding demoqchi. Yana bir qiroatda tas'al deb jazmli bilan o'qilgan deydi. Yani vala tas'al an ashabil jahim. Do'zax egalari haqida, do'zaxga loyiq kishilar haqida sen so'rmagin. Hmm, degan bo'ldi ekan. Bu bugun o'qigan darsimizda bundan bir qancha yana muhim nuqtalar bor biz bilib olgan hozir. Bundan Alloh taolo biz mu'minlarga e, tavhid aqidasi haqida bir qancha ma'lumotlarni berdi. Biri qiyomat kunida mutlaq hukm qiluvchi zot Alloh taolo. Maliki yawmiddin deymiz ona. Alloh taolo qiyomat kunining egasi. Biz buni imo etishimiz kerak. Yana haqdin islom dini. Muhammad alayhisalom kelgan mushidin haqiqiy haqdin. Yahudiylarning dini mu haqdin emas, Nasoralarning dini mu haqdin emas. Faqatla mushu Muhammad alayhisalom kelgan Qur'on Karim mushu haqdindir. Biz mush Qur'on sunnatga ergashgan vaqtimizda va mushu bo'yicha vafot etib ketgan vaqtimizda Allohning dargohiga mushu islom aqidasi bo'yicha borgan vaqtimizda jannatga loyiq bo'lamiz inshaalloh. Yana biri masjidlar Allohga xos. Ee, Allohning masjidlariga namoz o'qishdan, tasbih etishdan to'sqan va masjidni xarob bo'lishi uchun xarob qilishga uringan odamni Alloh taolo eng zolim odam deb atadi bu odamni. Shunga masjidga odatlangan, masjidda davomli namoz o'qishga odatlangan odamni ko'rsanglar, sizlar uning mo'min ekanligiga guvohlik beringlar degan mazmundagi hadis bor edi. Nima shu masjidga odatlangan odamni biz haqiqiy mo'min, Alloh yaqin odamkan deb qarasak bo'ladi ekan buni. Yana bir hadisda qiyomat kuni Alloh taolo o'zining soyasidan soy beradigan, ya'ni Allohning soyasidan boshqa soy yo'q. Shu qiyomat kunida Alloh taolo arishning soyasi soyidadigan 7 odamning birisi kim o desa, qalbi masjidga bog'langan yosh dedi. Qalbi masjidga bog'langan yosh. Demak, bu masjidlarninki islomlik o'rni nihoyat cho'ng. Yana bir Alloh taolo butun shu olamninki egisi. Hamma narsa Alloh xos deb imo etishimiz kerak. Mashriq, mag'rib, hamma taraf Alloh xosdir. Alloh taolo shu koinotda mutlaq podshohdir, mutlaq saltanat egasidir deb guvohlik berishimiz kerak. Imo etishimiz kerak. Yana biri Alloh taoloning shirki yo'q, Allohning bolasi yo'q, Alloh tuqqanmi emas, tug'ilganmi emas, Allohning ayoli yo'q, Alloh taolo işte yagona zot deb imo etishimiz kerak. Subhanah ballahu ma fis samawati val ard kullun lahu qanitun degan gap shu. Alloh taolo yana bir biz bilib olgan nuqta nima desa, Alloh taoloning amri mutlaq ijro bo'lguchi. Alloh taolo qandoqki bir narsani paydo qilishni iroda qilib qolsa, Alloh taolo unga bo'l deb bo'ldi desa, kun desa u shu zamot bo'ladi deydi. Şoňlaşyk bendelerninki ähwalyň özgürişi, bu kainatda bir işninki bir halatyn bir özgürişi, bir täsdiqden bir asanlykny kelişi hemmesi Allah'ın ilgideki işler eken. Şoňlaşyk biz her wagt Allah Taalaga çin kalbimizin yerin ganalatda dua kılıp özümüzün imanımızı müstahkem kılışını, işlerimizi asan kılıp berişini tilep tursaklar bolady. Allah Taalaga hemmeşe asan. Allah Taala her wagt bizge nemini bermoqchi bo'lsa, uni bo'l desa, u shu zamot bo'ladi. Buning hammasi Allohning ilkidagi ishdir. Alloh taolo hammalarni haqiqiy, komil iymon etgan mu'min musulmonlarning qatoridan bo'lishimizga nasib qilsin. Iymon bilan yashab, iymon bilan ketishimizga nasib qilsin. Va oxiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.